garajlarimizda issiq holatda kabinlardan bo'lmayapti. Navbatdagi joyimizga video obzor qilgan ekanmiz. Ushbu darvozamiz mana 2020-2019 deyarli 6 yil atrofidagi avtomatika darvozamiz ideal holatda ishlab turibdi, ko'rib turibsiz. Bu yoqdagi temir darvozalarimiz ham buni endi 2013 adashmasam 12 yildan o'tgan darvozalarimiz mana temir darvozalar. Bundan keyin avtomatika darvozalarni ham qo'yib berganmiz. Sifatli, chiroyli holatda ishlab turibdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerdagi aloqaga chiqaverasizlar. Shinani sifatli, chiroyli qilib bitkazib beramiz.